Hammaga xayrli kun. Biz hozir ko'chaga chiqayotgandik. To'g'ri, bugun mehmonga ketayotgandik. Yuzimizga SPF surib olishdan boshlaymiz. Sur yuzingga SPF. Mana bu detskiy SPF, Oysha ishlatadigan SPF. Oysha ham yuziga surib oladi. Bolalar terisi juda ham nozik bo'ladi. Uni vaqtida yoshligidan terisiga parvarish qilish shart. Sur. Xo'p, men ishlatadigan SPF mana bu Sanzon SPF. Voy, ko'chada quyosh yo'q-ku deyishingiz mumkin, lekin SPF sizni quyoshdan emas, zararli chang va nurlardan himoya qiladi. Yuzingiz quruq bo'lsa, juda ham tez ajin tusha boshlaydi, changlar bo'lsa, poralarni kengaytirib yuboradi. Mana surilishiga e'tibor bering, juda ham mayin va juda ham tez singib ketadi. Hech qanaqa oppoq plyonka, maska bo'lmaydi. Suryapsanmi? Qarab ko'rsatib sur. Ko'rsat, qanaqa SPF ishlatyapsan? Bolalar uchun SPF. Men translate qilib turibman buni gapini. Mana. Juda ham barakali ekan, anchaga yetar ekan. Olganimizga 1 oydan oshdi. Ichida buni adasi ham ishlatyapti, o'zim ham ishlatyapman. Xo'p. Sizlarga ham tavsiya qilaman, mana shu 2 xil SPF dan. Gapir sen ham, tavsiya qilaman deb. Nima ekan, qanaqa ekan bu? Yaxshimikan? Gapir. Okay. Xo'p, bu SPFlarimiz hozirda sotuvda bor. Zakaz bersangiz bo'ladi yoki o'zingizga a'zo qilsam, qanaqa qilib zakaz urishi o'zingizga ham tushuntirib qo'ysam bo'ladi. Okay, let's go. Ketdik endi.